Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, kuzatuvchilari. Sizlarga konteynerda o'sha hozir ko'p telefon bo'lib turibdi, shu materialdan so'rashyapti. Konteynerda xorisidan mana regel hisobida qilingan qo'sh xorimizni ko'rsatyapman akalar. Qo'sh xorimiz hozir mana 6 ga 6 konteynerda o'zini profili, qalinligi 3.7 har xil chiqadi, ham to'g'ri ham chiqadi, qalini ham bor, har xil chiqadi. Konteynerda o'zini mana bu 50 senti deb ataladi, konteyner shivilleri bu ham. Bu o'sha qalinlisini tagida bo'ladigan 1 metrlar chiqadigan material bu ham. Anchagina qalin, baquvvat narsa. Endi bunimizni hozir konteynerda o'zini materialdan bo'ldi hammasi. Bundan berigacha 38 lik firma to'qilgan yakkalik holatida. Keyin buni mana 35 sm ga qo'shib berganmiz. Bu yerdan bu yergacha 35 sm qilingan. Hozir mana ko'rsataman, yakkalik holatida buni bittasini o'zi, ya'ni buni o'zi hozirgi kunda 190 ming so'mga tayyor bo'ladi. Endi buni qo'shib firma qilib beradigan bo'lsak, regel qilib beradigan bo'lsak 380 ming so'mga aylanadi. Mana shu yerda adashib qolyapmiz. Ko'pchilik telefon qilib, mana shu qo'shxorni metrini 190 ming so'm deb aytibsizlar deb telefon qilishyapti. Ya'ni bu qo'shilgan holatida 380 ming, yakkalik holatida 190 ming so'mga chiqadi akalar. Hozir bunimiz uzunligi 6 metr. 6 metrga tayyorlab berdik. Endi bu har 6 metrda ustuni bor joy uchun qilinyapti. Har bitta ustunning ustida bir-biriga ulanib ketadi. Keyin o'sha ustunlarning o'rtasida albatta firma turadi bu tepasida. Firma uchun mo'ljallangan 20 metrli bez ustun firmamiz bor. Buni ham video davomida ko'rsataman. O'sha firmalar o'rnashadi. Ustunliklarini tayyorlab berganmiz. Konteynerda video qo'yganman, lagasidan, ya'ni shivillerdan qilingan 4 talik ustun. Bu ham endi uni ustiga xor sifatida ketadi, regel sifatida. Ustidan keyin o'sha firma ketadi, tortiladi. Buni hozir mana bu firmani ham ko'rsatay sizlarga. Bunimiz mana konteynerda o'zini o'sha materialdan xuddi aytganimdek kres qilingan holati. Akalar, mana shu bittani olib qo'ysak, ya'ni bu mana bu davom etadigan bo'lsa, shunda firmamiz oddiy firmaga aylanadi. 190 ming so'mga tayyor bo'ladi. Hozir qo'sh xorida ko'rgan firmamiz, lekin bunisi двойной holatda X xori deyiladi. Endi bizning tilimizda o'sha X xori bo'ladigan bo'lsa 220 ming so'm, 215 ming so'm. Endi buni narxi nimada o'zgaradi akalar, e'tibor beramiz. Mana bu shu yerda choki bo'lsa o'zgaradi narxi, choki. Ya'ni hozir bu 6 metrli firmamizda chok mana shu yerda chok mana deylik, chok. Shuni hisobiga narxi 190 ming so'm. 6 metr, 7,5 metr, shunaqa 7 metrlarda bo'lsa biroz butun bo'ladigan bo'lsa biroz qimmatroq, choki bor bo'lsa ancha arzonlab ketadi. Ya'ni 20 ming, 30 ming metrdan arzonlaydi. Sababi shu, mana shu bitta chokda o'zi hisobiga. Chunki bu 6 metr hosil bo'lyapti. Mana bu materialimiz 11.70 bo'ladi. Konteyner o'zini 6 ga 6 profili 11.70. Shundan kesib olinadigan bo'lsa 6 metr kesib olinadi va undan qolgan material davomi qoladi. Davomiga ozgina ulasa, o'zi 12 metrda 2 ga bo'lsa 6 metr bo'ladi. Shu davomiga ozgina 30 sm mana ulab qo'yilyapti. Shunda materialdan hech qanday podxod chiqmaydi, ya'ni ortib qolmaydi. Shuni hisobiga bitta chok arzonroq ketadi akalar. 7,5 metrlarda butun qiladigan bo'lsa, ikkita qolib ketadi ko'proq. Shuni keyin uni firmaga qo'shib chiqarib olish uchun arzonroq chokiga qarab arzonlab ketadi. Bu X xorimizga qaytadigan bo'lsak, birodarlar, X xorimiz 220 ming so'm. Agar choki bitta choki bo'lsa 180 ming, 90 ming chokiga qarab kamayib ketaveradi narxi akalar. Asosan lekin butun bo'ladi X xorlarimiz.
mana shu yerga e'tibor berib qo'yasizlar. Inshaalloh video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, podpiska qilib qo'yasizlar kanalni qo'llab. Keyingi videomiz Xudo xolasa mana shu Qo'shqorimizda ustiga ushlaydigan konteynerdan konteyner profildan bo'lgan firmamizni ko'rsataman. Bu firmamiz 20 metrga bezustin bo'ladi inshaalloh. Hammalaringga rahmat. Obuna bo'lib qo'yasizlar.